Milliarder va bank aqlli harakat. Nyu-Yorkdagi bankka bir boy kishi kirib, shunday deydi: "Men Yevropaga 2 haftaga ketmoqchiman. Menga $5000 kerak." Bank xodimi: "Biz kredit berish uchun biror kafolat talab qilamiz." Millioner kalitni uzatadi: "Mana, tashqarida turgan yangi Ferrari'ni garovga qo'yamiz." Bank mashinani tekshiradi. Haqiqatan qiymati $250,000. Ular ko'rib qo'yishadi, $5000 uchun Ferrari. Mashina bank podvaldagi avtoturargohga qo'yiladi. 2 haftadan so'ng boy odam qaytib keladi, qarzini to'laydi, $5000 va $15 foiz. Bank xodimi hayron: "Janob, siz haqingizda ma'lumot oldik. Siz millioner ekansiz. Nimaga atigi $5000 uchun bunchalik ovora bo'ldingiz?" Millioner jilmayadi: "Yaxshi, menga aytingchi, Nyu-Yorkda $15 ga 2 hafta davomida mashinamni xavfsiz joyda qayerga qo'yishim mumkin edi?" Xulosa: boylar shunchaki boy emas, ular pulni boshqarishni biladi. Mayda-chuydani qadrlang. Dollar o'zini o'zi eplaydi. Bizga obuna bo'ling.